sal telbaroq bola edim, ya'ni tinmay ko'p o'ylanardim. Невозможный narsalarni o'ylardim, ya'ni uyim bo'ladi, 2-3 ta mashinam bo'ladi, meni hamma taniydi desam, bolam, onam aytadi. Невозможный narsalarni o'ylab miyani qotirma. Do'stlarimga aytsam, do'stlarim ham bu payt do'stlar deb hozirlar ko'tarimga kulishardi. Даже iPad'im second handdan, ya'ni kiyimlarim second handdan bo'lsa kelib kulishgan. Sen dedi, Misrdan kiyim kiysan. Hozir meni bitta iPad'im ularni hayotidan erkak kishini omadi bilan o'ynashim kelmaydi. Hech qachon hech kunda kamsitib